Banklarda foiz stavkalari balandligi iqtisodiyotda bir qancha sabablarga bog'liq bo'ladi. Birinchisi, Markaziy bankning asosiy stavkasi. Bu davlatning pul narxi. Markaziy bank stavkasi qanchalik baland bo'lsa, banklar ham kredit foizini shunchalik baland qo'yadi. Masalan, agar Markaziy bank asosiy stavkani 14% qilsa, bank kreditni 10% bilan bera olmaydi. Chunki pulning o'zi unga qimmatga tushadi. Ikkinchisi inflyatsiya, ya'ni narxlarning o'sishi. Inflyatsiya baland bo'lsa, bank pulni arzonlashtirib qo'ymaslik uchun foizni oshiradi. Masalan, bugun 10 million bersa, 1 yildan keyin inflyatsiya sabab u 9 million qiymatida bo'lib qolishi mumkin. Bank shu yo'qotishni foiz bilan yopadi. Uchinchisi risk darajasi, ya'ni qarzdorning ishonchliligi. Bank bu odam qaytara oladimi deb baholaydi. Risk baland, ya'ni daromadi barqaror emas, garovi zaif va biznes yangi bo'lsa, foiz ko'tariladi. Risk past, ya'ni barqaror ish, yaxshi kredit tarixi va ishonchli garov bo'lsa, foiz pastroq bo'ladi. Iqtisodga oid foydali ma'lumotlar uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling.